Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. O'zbekistondagi oxirgi voqealar, ya'ni o'sha LGBT yoki shunga o'xshagan tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash yoki ularga erkinliklarni ko'paytirish bo'yicha qanaqadir ishlar yoki nimadirlar amalga oshirilish boshlanyapti ekan. Har kim o'zini fikri yoki qanaqadir shunga o'xshash narsa bildirish yoki qarshi chiqish amalga oshirilmasa, shunga o'xshash narsalar. Biz-ku mayli shu narsalarni ko'rmasdan katta bo'ldik. Ertaga bizni bolalarimizchi, bizdan keyingilarchi. Tasavvur qiling, ko'chada ikkita bola, o'g'il bola qo'l ushlashib xiringlashib yursa, yoki ikkita o'g'il bola turmush qursa, yoki ikkita qiz bola turmush qursa, yoki kimdir jinsini o'zgartirib bundan faxrlansa. Shu haqda fikrlaringni bildirishlaringni so'radim. Juda dolzarb muammo. Uyni boshlig'i erkak kishi bo'ladi har doim. Erkaklar kamayib ketgandan keyin bizni boshqarish ham oson bo'ladi. Davlat parokanda bo'lishi ham oson bo'ladi.